Poza geometriya, uchburchakda burchaklar mavzusi. Birinchi va ikkinchi qoida. Demak, biz bu yerda darslarimizda qoidalarni isbotlari haqida gaplashmayapmiz, faqat qoidalarni qanday misollarda qo'llashni o'rganamiz. Demak, birinchi qoidamiz: uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Xo'p, mana shu qoida bo'yicha misollarni ishlab o'tamiz. Demak, birinchi misolimizda aytilyaptiki, alfa burchagini topishimiz kerak ekan. Alfa burchagini topish uchun birinchi o'rinda b burchagini topib olamiz. B burchagini x bilan belgilab tursak, katta ABC uchburchakning ichki burchaklar yig'indisini topish orqali x ni topsak bo'ladi. Ya'ni 80 qo'shilgan 40 qo'shilgan x bu nechaga teng bo'lishi kerak? 180 gradusga. Chunki ABC uchburchakning ichki burchaklari 80, 40 va x. Bu yerdan x ning qiymatini topsak, 80 dan ayirsam 100, 100 dan 40 ayirsam 60 kelib chiqadi. Xo'p, endi bu yerdan B, E, F uchburchakning ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, x o'rniga 60 qo'yib olamiz. 60 qo'shilgan 20 qo'shilgan alfa teng 180 ga. Bu yerdan alfa ning qiymatini topsak, bu kelasi 80 bo'ladi. 80 dan ayirsak 100 qoladi. Demak, javob 100 ekan. O'zi bu berilgan misollarda javobini ham berib ketgan. Testlari bor. Testlarida ishlab turib o'zimiz tekshirib olsak bo'ladi. Bu faqat namuna uchun berilgan misollar. Ya'ni buni o'zingiz ishlab ko'rasiz. Javob bilan bir xil chiqsa, demak to'g'ri ishlayapman ekan deb turib tekshirib ketasiz. Asosiy misollari bundan keyin keladi. Uni alohida dars qilib joylayapmiz. Ikkinchi savolimizda alfa burchagini topish talab etilyapti. Buning uchun nima qilamiz? ABC uchburchakning ichki burchaklar yig'indisini topsak kifoya qiladi. Demak, ABC uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi 30 qo'shilgan alfa plus 40 qo'shilgan bu burchagimiz 90 ga teng. Teng 180 ga. Xo'p, bu yerdan alfa ning qiymatini topsak, 30, 40, 90 jamisi 160 bo'ladi, ayirsak 20 qolar ekan. Mana bizga berilgan javob bilan bir xil javob chiqyapti, demak to'g'ri ishlayapmiz. Keyingisi uchinchi savol. Uchinchi savolda alfa burchagini topish talab etilyapti. Bizga mana shu uchburchaklar berilyapti. Demak, birinchi qiladigan ishimiz BEC uchburchakda mana shu burchakni topish orqali osonroq, ya'ni tezroq natijaga erishamiz. Bu burchagimiz 90, bu burchagimiz 40 qo'shsak 130. Demak, bu yerga necha qolyapti? 50 gradus qolyapti. Chunki 180 bo'lishi kerak qo'shsak. Xo'p, endi bu 90 bo'lsa, qo'shnisi ham necha bo'ladi? 90 bo'ladi. Biz endi ABD uchburchakning ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, alfa bu kelasi 80 bo'ladi. Bu joyimiz 90 teng 180 bo'lishi kerak. Alfa ning qiymati o'z-o'zidan 10 ga teng bo'lar ekan. Chunki 80 ga 90 170, 180 dan 170 tengsiz 10 qoladi. Berilgan javob bilan bir xil chiqyapti. Keyingi ikkinchi qoidaga o'tamiz. Ikkinchi qoidada uchburchakning tashqi burchaklar yig'indisi 360 gradus ekanligi aytilyapti. Mana shu bo'yicha misollarni ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi misolimizda 3 ta tashqi burchak berilyapti. Bular yig'indisi 360 gradus ekanligidan foydalanib alfani topamiz. Demak, alfa qo'shilgan 100 qo'shilgan 140 teng 360. Bu yerdan alfa ning qiymatini topsak, 100 ga 140, 240 ayirsak 120 qolar ekan. Keyingisi. Bu yerda ham nima qilamiz? Uchburchakning tashqi burchaklar yig'indisi orqali x ni topamiz. Birinchi tashqi burchak x plus 5, keyingisi 3 ta x minus 20, keyingisi x teng 360. X dan hisoblasak, x 3x x 5 ta x teng 5 minus 20 minus 15 bo'ladi. O'ng tarafga olib o'tsak plus 15 bo'lib 375 ga aylanadi. X ning qiymatini topadigan bo'lsak, 375 ni 5 ga bo'lsa 75 chiqadi. Keyingisi uchinchi misolimiz bu yerda ham mana shu qoidadan foydalansak bo'ladi, faqat mana shu uchinchi tashqi burchakni x bilan belgilab olamiz. Shunda x qo'shilgan 100 qo'shilgan 150 teng 360 ekanligi ma'lum. Bu yerdan x ning qiymatini topsak, bu qo'shsak 250 ayirsak 110 qoladi. Biz hozir alfani topmadik, x ni topdik. X bilan alfa nima? Bir-biriga qo'shni. 180 gradusda joylashyapti. Demak,
x plus alfa teng x o'rniga 110 qo'ysak 110 plus alfa teng 180. Bu yerdan alfani qiymatini topsak 70 ekanligi kelib chiqargan. Demak, qisqacha bugungi darsimiz mana shundan iborat. Menimcha ancha foydali bo'lyapti degan umiddaman. Agar taklif va mulohazalar bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yishlarini iltimos qilaman.